Barcha Metal Mart obunachilari, mana biz bugun Buxoro filialidan o'rnatib bergan ish jarayonlarimizni ko'rib chiqamiz. Bunga nimalar ishlatganmiz? Har bittasiga noodatiy shaklda ishlangan balasinalarimiz va stoykalarni uyg'unligida tekstalitlar qo'yib berib, tumbalarni o'ziga xos joylarga o'rnatib, hammasini uyg'unlashtirib bir qator qo'yib berganmiz. Bularga imindi nimalar kiradi? Noodatiy shakldagi balasinalarimizni mana ko'rib turishinglar mumkin. Har bittasi noodatiy shaklda ishlangan. Yoniga qimirlamaslik uchun 4-2 profildan foydalanib, mustahkamligini va tepasiga uyda aboylarga moslagan holatlarda tekstalitlarni ranglaridan qo'yib berganmiz. Ki har xil ranglari ham bor buni. Kimyoda korishniy, kimyoda qora ranglar bo'lsa ham o'rnatib beramiz. Har bitta zinalarda hozirda Metal Mart har bitta o'zini ustida ishlab boryapti. Bu Metal Mart o'zini ustida ishlab borayotganga barcha jarayonlarda har bitta klientni aytaylik didiga moslab o'rnatib beryapmiz. Kimdir qora xohlayapti, qora moslab beryapmiz. Kimdir gold, ya'ni kimdir oq, har xil qanaqa rang bo'lsa, xudo xolasa har bittasini rangiga, didiga, uyiga, aboyiga qarab, moslab dizaynerga qarab qo'yib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab Metal Mart kuzatib boringlar. Birinchi o'rinda ketyapti adashmasam. Bu albatta Buxoro filialida o'rnatilgan. Samarqandda, Qashqadaryoda, Xorazmda har bitta viloyatda o'zimiz showroomlarimiz bor. Xizmatlarimiz kerak bo'lsa, olib borib o'rnatib berish ustanovkalarimiz hammasi ichida mavjud. Pastda nomerlar qoldiramiz. O'sha nomerlarga telefon qilib bemalol bog'lanib, o'zingizga kerakli mahsulotni olishingiz mumkin.